Qarang, mevali daraxtlari bor, 4 sotiq. Xohlang biznes qiling, xohlang o'zim kelib qurib yashayman deng. 4 sotiq. Mana bu tomondan o'zi bitta katta yaxlit xonadon. Bu tomondan 4 sotiqni o'lchab, o'rtadan devor urib, o'q devor urib berishadi. Mevali daraxtlari ham bor. Bu qarang, katta tomon yong'oqlari, gilos, o'rik, behi, giloslarigacha ekib, mevali daraxtlarni ekib tayyor qilib qo'yishibdi. 4 sotiq. Xohlang biznes qiling. Xohlang o'zim kelib uy qurib yashayman deng. Gaz, suv, sveti bor joyda. Boltako'lda, bu Boltako'lda baliqxonalarni hamma biladi. Shu baliqxonaning yonida. Shu tomondan o'zi bitta katta yaxlit xonadon. Bu tomonidan 4 sotiqni o'lchab, o'rtadan bitta o'q devor uramiz deyapti. Gaz, suv, svetlarni xonadon egalari beramiz deyapti. Sotigini $6000 ko'ndirib qo'ydik. O'zi sal qimmatroq aytishgan edi. $6000 har bir sotigiga. Oxirgi narxi deydi. Endi kelib yana ko'ngillariga qo'l solsangiz, yana ozgina bir sunnatga o't berishi mumkin. Xo'p, mana bu tomoni, uzuni tomoni 23 metr deyilyapti. Fasadini shunda 17 metr o'lchab berishadi. Shunda sizga 4 sotiq, 4 burchak, chorsi joy.